Komplekslar va qo'rquvlar. Komplekslar va qo'rquvlar to'g'risida tushuncha. Komplekslar va qo'rquvlar inson hayotini zaharlovchi eng ashaddiy dushmanlar ekanligini hamma biladi. Ular bizning har bitta boshlagan yangi ishimizga ishonchsizlik bilan qarashimizga, ikkilanishimizga, boshlagan ishimizni tashlab qo'yishimizga, qo'limiz baland bo'lib turgan sharoitda yon berishimizga, og'zimizdagi oshimizni oldirib qo'yishimizga sabab bo'lishadi. Har qanday jamiyat uning individlari jamiyatning foydasi uchun ishlashlari va faoliyat ko'rsatishlari tarafdoridir. Shuning uchun har qanday jamiyat uning individlari o'zboshimchalik qilmasliklari maqsadida aktiv ravishda individlarda qo'rquv va turli komplekslarning rivojlanishini rag'batlantiradi. Buning uchun turli xil ta'limotlar, e'tiqodlar, dinlar, ertaklar, afsonalar, maqollar, g'oyalar va boshqalardan foydalaniladi. Ularning hammasining maqsadi odamlarning o'zini tutishlarini oldindan dasturlashtirish va ma'lum bir voqea, hodisa, sharoitga odamlarning reaksiyalarini bir xillashtirishdan iboratdir. Biror narsani yo'qotishdan qo'rqqan odam hech qachon jamiyatga, yuqoridagilarga, uning ustidan o'z hukmini o'tkazadiganlarga qarshi chiqa olmaydi. Turli komplekslarga ega bo'lsa, bu odamni shu komplekslar yordamida boshqarish mumkin bo'ladi. Har qanday qo'rquv bu magnitdir. Siz o'zingiz qo'rqadigan negativ voqeaning ro'y berish ehtimolini o'nlab va yuzlab marta oshirasiz. Shu sababli ham siz aynan o'zingiz qo'rqqan narsani o'zingiz chaqirib olasiz. Bu aynan qo'rquv bo'lishi shart emas. Xohlagan bir narsada fikringizni jamlasangiz, shu narsaning hayotingizga kirib kelish ehtimoli oshishini allaqachon isbotlab bo'lishgan. Sizning fikringiz ijobiy yoki salbiy ekanligining farqi yo'q. Bu texnologiya ikkala holat uchun ham bir xil ishlaydi. E'tiborni jamlash, konsentratsiya yordamida haqiqiy mo'jiza yaratish mumkin yoki boshingizga oxir zamon azoblarini chaqirish mumkin. Qo'rquv aslida bizning psixikamizning ajralmas qismidir. U muayyan vazifani, ya'ni tanamizni tashqi ta'sirlardan himoyalash vazifasini bajaradi. Lekin ana shu himoyaning hamma vaqt ham foydasi bo'lavermaydi. Ko'pchilik hollarda u bizni himoyalash o'rniga oldinga siljishimizga xalaqit bera boshlaydi. Masalan, og'riqdan qo'rqish tufayli stomatologga bormasdan o'ylab yurgan odamlarni ko'rganman. Aslida hozirgi kunda mavjud og'riqsizlantirish vositalari bilan har qanday og'riqni yo'qotish va operatsiyani og'riqsiz o'tkazish mumkin. Shu sababli bu qo'rquv faqat psixologik xarakterga ega bo'lib qolgan. Buning natijasida xirapashshaga o'xshash fikrlar paydo bo'ladi. Bu fikrlar odamga kerak emas, ammo ular kelaveradi. Chunki ularning asosi bor. Bu qo'rquv. Odam qo'rqadi va bu haqda o'ylamaslikka qaror qiladi. Ammo qo'rquv shu darajada kuchliki, u ongning o'ylamaslik haqidagi qarorini bekor qiladi va yana hujum boshlaydi. Bu fikrlar ong ostida ushbu sharoitga mos qarorni topish usuli sifatida vujudga keladi. Ikkita bir-biriga qarama-qarshi komandalar berilishi natijasida odam nazoratni yo'qotib qo'yadi. Odam qo'rquvni nazorat qila olmaydi, balki uning o'zi odamni nazorat qilib turadi. U odamni biror bir qaror qabul qilmasdan, biror ishni qilishdan to'xtatib qoladi yoki mantiqqa zid xatti-harakatlarni amalga oshirishga chorlaydi. Bu jarayonda
qo'rquvning o'zi turli xil niqoblar orqasiga berkinadi va ko'pincha odam o'zining qo'rquv ta'sirida biror ishni qilayotganligini anglamaydi, chunki uning ongini qo'rquv falaj qilib qo'yadi. Odamning noto'g'ri harakat qilayotganligi tashqaridan ko'rinib turadi, ammo buni uning o'zi sezmaydi va noto'g'ri ish qilishda davom etaveradi. Aslida qo'rquv bu bor yo'g'i hissiyotdir. Qo'rquv bu bizning o'zimiz bizga zarar beradi deb o'ylaydigan biror sharoitga tushib qolishni xohlamasligimizdir. Lekin hayotda ko'pincha shunday bo'ladiki, biz aynan o'zimiz doimo qo'rqqan sharoitga tushib qolamiz va hech qanday qo'rquv bizni bundan himoya qila olmaydi. Haqiqatda bizga o'zimizning tinchlanganligimiz, o'z harakatlarimiz va hissiyotlarimizni boshqara olishimiz va qarorlar qabul qila olish qobiliyatimiz yordam berishi mumkin. Ya'ni qo'rquv faqat bizni aldaydi va yo'ldan urishga urinadi. Aslida ko'pchilik negativ hissiyotlar qo'rquv natijasida kelib chiqadi, lekin ko'pincha buni anglab yetmaymiz. Shunday qilib biz agressiya, g'azab, jahl, zarda, achchiqlanish yordamida o'z qo'rquvlarimizni himoya qilamiz. Agressiya bu himoya mexanizmidir, lekin qo'rquv natijasida kelib chiqqan agressiya bilan toza agressiyaning farqini bilish kerak. Bu ikkalasi o't bilan suvdek bir-biridan farq qiladi. Har safar biz o'z xavfsizligimizni tanlagan vaqtimizda o'z qo'rquvlarimizni ham kuchaytiramiz. Kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan yomon narsadan qo'rqish faqat odamzodga xos. Hayvonlar faqat hozir mavjud bo'lgan xavfdangina qo'rqishadi. Odam bo'lsa, balki bo'lmasligi mumkin bo'lgan va hozirda uning belgilari ham bo'lmagan narsadan ham qo'rqishga aqli yetadi. Birovlar bunday qo'rquvlar bizga kerak va ular bizni har xil ahmoqliklarni qilishimizdan saqlab turadi deb aytishi mumkin. Lekin ko'pchilik qo'rquvlarimiz biz uchun kerak emas, asosi yo'q va bizni o'z maqsadlarimizga erishishimizdangina saqlab turadi. Agar odamlardan qaysi asosiy qo'rquvlar sizni biror ishni qilishdan to'xtatib qoladi deb so'rasangiz, ko'pchilik javoblar quyidagicha bo'ladi. Kerakli darajada yaxshi emaslik, kompetent emaslikdan qo'rqish, muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish, rad etilishdan qo'rqish, ishni yo'qotishdan qo'rqish, pulsiz qolishdan qo'rqish. Biror ish yoki narsa uchun kerakli darajada yaxshi emaslikdan qo'rqish boshqa qo'rquvlar asosida yuzaga keladi. Biz biror narsada yoki sohada yetarli darajada kompetensiyaga ega emasligimiz sababli muvaffaqiyatsizlikdan va ishimizdan haydalishimizdan qo'rqamiz. Biror kishi bilan o'zaro aloqalarimizning uzilishidan va rad etilishimizdan qo'rqishimiz o'zimizni yetarli darajada yaxshi va zo'r deb hisoblamasligimiz oqibatida yuzaga keladi. Hatto biz o'z muvaffaqiyatlarimizga ham kompetent bo'lmaganligimiz, noadekvatligimiz sababli yetishmaganligimiz haqida juda ko'p o'ylaymiz. Qo'rquvlarning bo'lishi har qanday odam uchun ham normal holdir, ammo ularning nazoratsizligi bizning hayotimizni zaharga aylantirishi mumkin. Ular bizni harakatdan to'xtatishi va hatto orzu qilishimizni ham cheklab qo'yishi mumkin. Qo'rquvlarning asosiy qismi asossiz. Albatta, odamlar hali barkamol emas, lekin ular asosiy muvaffaqiyatlar uchun yetarli darajada yaxshi va kompetentlikka egalar. Agar siz yaxshi emaslik qo'rquvini yenga olsangiz, muvaffaqiyatsizliklar oldidagi va rad etilish qo'rquvlari ham o'z-o'zidan yo'q bo'ladi.
va siz ko'p narsalarga erishishingiz mumkin. Quyida ushbu komplekslar va qo'rquvlarning xarakterlari va ulardan qutulish yo'llarini ko'rib chiqamiz. O'lim oldidagi qo'rquvlardan qutulish. Odamzodning eng buyuk qo'rquvi bu o'limdan qo'rqishdir. Xo'sh, o'limning o'zi nima? Har qanday tirik jonzot tug'ilish, yashash, katta bo'lish va bir kuni yana yo'qlikka ravona bo'lishga mahkumdir. Hech kim bundan istisno emas. Xuddi shu sababli ham abadiy hayot haqidagi turli afsonalar yaratilgan. Bu bilan odamzod xuddi u boshqalardan farq qilishini ko'rsatgandek bo'ladi. Men oddiygina go'sht va suyakdan iborat jonzot emasman. Men abadiy yashaydigan ruhman deb o'zini ovutadi. Aslida bu ta'limotlar odamni yanada kuchsizlantiradi va qo'rquvlarni yanada kuchaytiradi. Chunki ko'pchilik ta'limotlarning o'zlari o'z fikrlariga qarshi chiqishadi. Ya'ni ichki qarama-qarshiliklari bor. Bordiyu bu ta'limotlarni yaxshi o'zlashtirib olganingizda ham ko'pincha qo'rquvlar o'tib ketmaydi. Chunki ular ong darajasida o'zlashtiriladi. Biz buni yaxshi tushunamiz, ammo buni his qilmaymiz. Biz har kuni o'lib tirilamiz. Bu albatta uyquda bo'ladi. Uyqu o'lim bilan barobar. Organizmning ko'pchilik funksiyalari to'xtaydi. Ong ajratiladi. Nimagadir hech kim uxlashdan qo'rqmaydi. Ammo o'limning uyqudan kichkinagina bir farqi bor. Uxlaganimizdan keyin biz doimo uyg'onamiz. O'lgandan keyin uyg'onishimizga bo'lsa ishonch yo'q. Agar shu ishonch bo'lsa, o'limdan qo'rqishning ma'nosi qolmaydi. Qaytadan tirilishini bilgan odam o'limdan qo'rqmaydi. Bu texnikadan fanatik jangarilarni tayyorlashda qo'llaniladi. Ular turli psixologik usullar bilan o'lganlaridan keyin albatta jannatga tushishlariga ishontiriladi va shundan keyin ularga xohlagan xavfli topshiriqlarni berish mumkin bo'ladi. Bunday ishontirishdan keyin ularning o'zlarining o'lgilari va jannatga tushgilari kelib qoladi. Aynan shunga o'xshash texnikalardan siz ham o'lim qo'rquvidan qutulish uchun foydalanishingiz mumkin. Faqat bunda biz fanatiklardan farqli ravishda jannatga tushishga ishonishga urinmaymiz va boshqa ratsional texnikalardan foydalanamiz. Chunki oliy odamning maqsadi o'lish emas, balki tirik qolib o'z vazifasini ado qilish. Bunda uning o'limdan qo'rqmasligi o'z vazifasini bajarishida katta samaraga erishishiga olib keladi. Shunday qilib, birinchi texnika ruh texnikasi. Bunda siz o'zingizni ruh deb tasavvur qilasiz. Ruhning ko'rinishi sizga o'xshash, lekin uning bu dunyoga kelgan qarashi boshqacharoq. Chunki u ruh o'lishi mumkin emas. Uni hech qanday yo'l bilan yo'q qilib bo'lmaydi. Endi bu tana siz emasligingizni tasavvur qiling. Bu tana oddiygina mashina va u ruhning boshqaruvida. Tananing ortida ruh turadi va uni boshqaradi. Tananing o'z xohishlari mavjud emas. U faqat ruhning buyruqlarini bajaruvchi mashina. Mashina charchashi, qo'rqishi, biror narsaga talabi bo'lishi mumkin emas. Bunga xuddi o'yin sifatida qarasangiz ham bo'ladi. Tana va uning ortida turib, uni boshqarayotgan siz ruh. Buning sizga qanday ustunlik berishini tasavvur qilib ko'ravering. Chunki ruhning imkoniyatlari cheksiz. Uning aqli chaqmoqdek. U hech narsadan qo'rqmaydi. U doimiy ravishda faoliyatda, charchamaydi va qo'g'irchoqboz. U mana shu tanani xuddi qo'g'irchoqdek o'ynatadi. U bu tanada joylashgan emas va hamma vaqt
tashqarida. U o'z qo'g'irchog'ini turli xil ofatlardan saqlaydi. Ammo zarur bo'lsa, qo'g'irchoqning qisman shikastlanishi ruh uchun qattiq zarba emas. Chunki tanani ma'lum miqdorda tuzatish va yana safga qaytarish mumkin. Bu holatga kirish uchun quyidagi mantradan foydalanish mumkin. Men bu tana emasman. Men erkin ruhman. Mening tanam menga bo'ysunuvchi mashinadir. Demak, siz bu tana bilmaganingizdan keyin siz uchun qo'rquvlar ham yo'q bo'ladi. Bu holatni dastlab o'yin tashqarisida asta-sekin mashq qilib boring. Har bitta harakatingizni siz emas, balki ruh bajarayotganini va bu harakatlar tanaga proyeksiyalanayotganini his qiling. Shunda harakatlaringiz ham erkin va tekis bajariladi va bu jarayonda siz umuman charchamaysiz. Oxirgi so'z texnikasi. Tasavvur qiling, umringizning oxirgi daqiqasi qoldi. 1 daqiqadan keyin siz o'lasiz. Oxirgi so'zingiz nima bo'ladi? Bir necha so'z aytishga vaqtingiz qoldi. Xo'sh, siz nima deysiz? Masalan, musulmon kishi o'limi oldidan La ilaha illallohu Muhammadan Rasululloh kalimasini qaytarmasa, u dunyoda jannatga tusha olmaydi va u kofir sifatida o'ladi degan fikr bor. Shuning uchun musulmonlar ana shu kalimani oxirgi damida ayta olmay qolishlaridan qo'rqishadi. Siz nima degan bo'lardingiz? Bu dunyo bilan xayrlasharmidingiz? Dunyoning siz uchun qanday qimmati bor? Yoki yashirib qo'ygan mol-mulkingiz qayerdaligini aytasizmi? Yoki bolalaringizning bir-biri bilan inoq yashashlari kerakligini aytasizmi? O'ylab ko'ring, oxirgi so'zingiz nimadan iborat bo'ladi? Bu juda ham muhim. Agar aytadigan oxirgi so'zingiz bo'lmasa, demak, bekorga yashagan ekansiz. Keyingi texnika hayotingizning qimmati. O'ylab ko'ring, qanday maqsad uchun o'z hayotingizni xatarga qo'yib tavakkal qilgan bo'lardingiz? Buni aniqlab olishingiz ham juda muhim. Ko'pchilik qaysi maqsad uchun jon bersa bo'ladi-yu, qaysinisidan voz kechish mumkinligini hatto o'ylab ham ko'rmaydi. Ular boshga tushganni ko'z ko'radi qabilida yashashga o'rganib qolishgan. Bunday odamlarning butun hayotini boshqalarning xatti-harakatlari boshqaradi. Masalan, tomog'ingizga pichoq tirashdi va yashirib qo'ygan pullaringiz qayerdaligini so'rashdi. Aytaylik, gap yana 2-3 ta avlodingiz bemalol yallo qilib yashashi mumkin bo'lgan miqdordagi pul haqida ketyapti. Pulning qayerdaligini aytasizmi yoki aytmasdan jon berishni afzal ko'rasizmi? Agar gap pul haqida emas, biror bir dinga, xudoga ishonishingiz haqida ketadigan bo'lsa, unda nima qilardingiz? Iymon uchun jon berasizmi yoki dindan qaytasizmi? Sizdan davlat sirini so'rashayotgan bo'lsa-chi, unda nima qilardingiz? Bu savolning javobini topishingiz hayotga umuman boshqa ko'z bilan qarashingizga olib keladi. Hatto shu paytgacha qilayotgan ishingizdan voz kechib, umuman oldin o'ylab ham ko'rmagan yo'nalishingizda faoliyat boshlashingizga ham turtki bo'lishi mumkin. Kelajak oldidagi qo'rquvdan qutulish. Kelajak oldidagi qo'rquv bir qancha qo'rquvlarning yig'indisidan iboratdir. Bular muvaffaqiyatsizlikka uchrash qo'rquvi, noma'lumlik qo'rquvi, yo'qotish qo'rquvlaridir. Bu qo'rquvlar odamga hammasi birdaniga yoki alohida ta'sir qilishi mumkin.
Ularning har biri alohida olganda ham juda katta kuchga egadir. Ammo hammasi birdaniga ta'sir qilganda sizning bu qo'rquv domiga tushib qolish va har qanday harakatdan voz kechib qotib qolishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Shuning uchun bu qo'rquvlardan vaqtida qutulish kerak. Muvaffaqiyatsizlikka uchrash qo'rquvidan qutulish. Muvaffaqiyatga erishish yo'lidagi eng katta to'siq bu muvaffaqiyatsizlikka uchrashdan qo'rqishdir. Biror yangi ishni hali boshlamasdan turib tashlab qo'yamiz. O'xshamayapti degan bahonani topamiz va boshqa biror ish bilan shug'ullana boshlaymiz. Shunday qilib biz o'zimizni ko'rsatish, o'z qobiliyatlarimizni amalga oshirish, hayotimizda biror narsani o'zgartirish imkoniyatlarini qo'ldan boy beramiz. Tavakkal qilishdan qo'rqamiz. O'zimizni xavfdan haddan ortiq himoya qilamiz va natijada o'zimiz qiynalib qolamiz. Aynan mana shu qo'rquv bizni yangi ishlarni boshlashdan, yangi yerlarni ochishdan va umuman yangilikka intilishdan ushlab turadi. Bu qo'rquvni yo'qotish uchun quyidagi bosqichlarni bosib o'tishingiz kerak bo'ladi. Boshqa qo'rquvlarda ham bu texnikadan foydalanish mumkin. Birinchisi, boshlanishiga o'zingizning qo'rqayotganligingizni tan oling. Bu sizning birinchi va eng jiddiy qadamingizdir. Deyarli hamma qo'rqadi, lekin bu qo'rquvlar ongimizning tubida yashirinib yotadi va biz uni sezmaymiz va tan olmaymiz. Uni sezmaganimiz sababli o'zimizni xuddi u yo'qday tutamiz. Lekin ular mavjud va har birimizning hayotimizga ta'sir qilishadi. Shunday qilib, qo'rquv mavjudligini tan oling. Ikkinchisi, ularni qog'ozga yozing. Ularni qog'ozga tushirishingiz qo'rquvlaringizni tan olishingiz bo'ladi va ularni yorug'likka olib chiqadi. Ya'ni qo'rquvlarni o'zlari yashirinib yotgan qorong'u burchaklardan siz nazorat qila oladigan yorug' joyga chiqishga majbur qiladi. Endi siz ular bilan nimani xohlasangiz shuni qilishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz yoqing, kesing, o'chiring. Uchinchisi, o'z qo'rquvingizni his qiling. Siz uning mavjudligini tan oldingiz, lekin haligacha qo'rqasiz. Eng avvalo faqat siz emas, absolyut ko'pchilik odamlar qo'rqishini tushunib olishingiz kerak. Qo'rquv hissining mavjudligining hech qanday yomon tomoni yo'q. O'z qo'rquvingizni iloji boricha yaqqol va kuchli his qilishga harakat qiling. U sizning bir qismingiz, lekin endi u sizni nazorat qila olmaydi. To'rtinchisi, endi o'zingizdan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan eng yomon narsa nima deb so'rang. Ko'pincha sodir bo'lishi mumkin bo'lgan eng yomon holat biz dastlab o'ylaganimizcha xavfli bo'lib chiqmaydi. Siz ishingizda biror xato qilib qo'yishdan qo'rqasizmi? Nima qilibdi? Yangi ishga ega bo'lasiz va hayot yana davom etaveradi. Biror kishiga yoqmay qolishdan qo'rqasizmi? Bu narsa sodir bo'lsa nima bo'ladi? O'zingizga mos boshqa birovni topasiz. Pulsiz qolishdan qo'rqasizmi? Chiqimlarni kamaytirasiz va balki oilangiz va tanishlaringizdan yordam berishni iltimos qilasiz. Pul ishlab topishning boshqa yo'llarini izlab topasiz va yana oldingiday yashayverasiz. Beshinchisi, qo'rqqan ishingizni qiling. Bunda siz qo'rquvni his qilib turgan holda qo'rqqan ishingizni bajarishingiz kerak. Uni yengib o'tish uchun bu ishni qilib ko'rishingiz shubhasiz kerak. Buni ko'p o'ylab o'tirishning keragi yo'q. Tezda qaror qabul qiling va buni bajaring. Oltinchisi, jangga tayyorlaning.
Siz dushmanni mahv qilishingiz uchun unga tayyorlanishingiz kerak. Qurollanasiz, jang rejasini ishlab chiqasiz va yengib chiqish yo'llarini o'rganasiz. Qo'rquvga qarshi kurashda ham qurollanasiz. Jang rejasini ishlab chiqasiz va mashq qilishni boshlaysiz. Agar siz biznesda muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, musiqada, hayotda, sportda, xullas har qanday sohada muvaffaqiyat qozonish niyatingiz bo'lsa va bu sohada muvaffaqiyatga erisha olmaslikdan qo'rqsangiz, bittagina maslahat berish mumkin. Mashq qiling. Siz ma'lum yo'llar bilan rejani ishlab chiqasiz. Uni amalga oshirish uchun zarur bo'ladigan usullarni o'rganasiz va kerakli axborotni izlab topasiz. 7-si, hozirgi zamonda bo'ling. Muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish yoki boshqa qo'rquvlarning xohlagan biri bu kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan narsadan qo'rquvdir. Kelajak haqidagi barcha xayollarni bir chekkaga yig'ishtirib qo'ying. Oldingi muvaffaqiyatsizliklar va xatolar haqidagi xotiralaringizdan voz keching. Sizni qo'rquvlardan xalos qiladigan ishlarni qiling va kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni umuman o'ylamang. Shu yerda va hozir yashang. Kelajak yoki o'tmish haqida o'ylay boshlaganingizni sezishingiz bilan hozirgi zamonga qayting va hozir qilayotgan ishingizga e'tiboringizni jamlang. 8-chi, kichik qadamlar. Qo'rquvlarni yengib o'tish va o'z maqsadlaringizga erishish sizni ezib qo'yishi mumkin. Shuning uchun kichik qadamlar bilan olg'a borishingiz kerak. O'zingiz aniq bajara olishingiz mumkin bo'lgan ishni qiling. O'zingiz ishongan narsangizni qiling. Hech qayerga shoshilmang. Yoqimli hissiyotlarni his qiling va keyingi kichik qadamni qo'ying. Shunday davom ettiravering. 9-si, har bitta muvaffaqiyatni bayram qiling. Hatto ular juda kichik bo'lsa ham. Ushbu muvaffaqiyat hissidan foydalaning va keyingi qadamlarni qo'ying. Bunda sizga muvaffaqiyatlar daftari yordam berishi mumkin. Odamning esida uning muvaffaqiyatlari emas, ko'proq muvaffaqiyatsizliklari qoladi. Katta muvaffaqiyat ham omad deb, hatto kichkina bo'lsa ham muvaffaqiyatsizlik qonuniyat deb qaraladi. Shuning uchun muvaffaqiyatlar daftari tutib, unga har kuni muvaffaqiyatli bajargan kamida 5 ta ishingizni yozib borishni odat qiling. Biror kishining sizga kulib qaragani, navbatda turmasdan olgan buyumingiz va hatto siz yo'lga chiqishingiz bilan oldingizga kelib to'xtagan jamoat transporti vositasi ham sizning muvaffaqiyatingizga kiradi. Bularning hammasini yozib borsangiz va vaqti bilan o'qib tursangiz, o'zingizning u darajada muvaffaqiyatsiz emasligingizni his qilasiz. Noma'lumlik oldidagi qo'rquvdan qutulish. Noma'lumlik, yangilik, o'zgarishlardan qo'rquv juda keng tarqalgan. Odatda biz buni sezmaymiz, lekin shu sabab bilan ko'p hollarda o'z imkoniyatlarimizni boy beramiz. Ulardan foydalanmaymiz va hatto bizga bog'liq bo'lgan odamlarning imkoniyatlarini ham kamaytiramiz. Biz buni sezmaymiz va keyin nimaga bizning hayotimizda omadsizliklar buncha ko'p ekanligiga hayron bo'lamiz. Bu qo'rquv bizni yoshligimizdan ta'qib qilib keladi. Yosh bola paytimizda devlardan, ajinalardan, ko'rinmas odamdan qo'rqqan bo'lsak, kattalashganimizdan keyin kosmosdan kelgan kelgindilardan, zombilardan, narkomanlar hujumidan qo'rqamiz. Noma'lumlikdan qo'rquv bu odamning unga noma'lum bo'lgan va tushuna olmaydigan narsalaridan himoyalanish instinktidir. Biz qo'rqadigan tabiiy hodisaning aslida nima ekanligi aniqlanishi bilan qo'rquvlarimiz ham yo'q bo'ladi. Bizning ongimiz o'zi uchun yaxshi deb hisoblagan narsalargagina ishonadi va u nima ekanligini bilmaydigan, noma'lum narsani ko'rsa yoki sharoitga tushib qolsa,
undan qo'rqa boshlaydi. Shunda u o'zi bilgan va xavfsiz bo'lgan pozitsiyaga qaytishga harakat qiladi. Bu xuddi tramvayga o'xshaydi. Bir paytlar yotqizilgan yo'llardan yuradi va bu yo'ldan chiqib ketish uning uchun xatarli. Har qanday yangilik va noma'lumlikka ongimiz yo'q degan javobni beradi va biz oldinga harakatlanish uchun hech nima qilmaymiz. Shunday qilib rivojlanish yo'liga to'siq qo'yiladi. Biz oldindan yurib o'rgangan yo'llarimizdan yuramiz va stereotiplarimizga amal qilamiz. Ko'pchilik odamlar bundan voz kechgandan ko'ra o'limni afzal bilishadi. Noma'lum yo'llardan yurgandan ko'ra yaxshisi joyida qolib, cho'kib ketgan yaxshi deb hisoblashadi. Yangi narsaga uringandan ozgina narsa bilan qanoatlanganim ma'qul deb hisoblashadi. Ko'pga urinib ozdan ham quruq qolishdan qo'rqishadi. Biz o'zimizga o'zimiz qo'yadigan ushbu to'siqlar tufayli doimiy ravishda o'sha eski muammolar bilan to'qnashamiz va har doimgi xatolarimizni takrorlaymiz. Shuning uchun ham ko'pchilik yaxshi fikrlarimiz va boshlagan ishlarimiz amalga oshishiga hech qanday imkoniyat qolmaydi. Amerikalik psixolog William Jamesning fikricha, bizning hissiyotlarimiz miyaning tubida emas, balki organizmning periferiyasida vujudga keladi. Bu gipotezaga asosan tashqi muhit ta'sirida organizmda ma'lum reaksiyalar paydo bo'ladi va shundan keyingina miya ma'lum hissiyotni keltirib chiqaradi. Oddiy qilib aytganda, biz kulganimiz uchun xursand bo'lamiz, yig'laganimiz uchun xafa bo'lamiz, qo'rqqanimiz uchun qo'rqamiz. Albatta bu gipoteza ahmoqona, lekin har qanday ahmoqona fikrda ham qisman haqiqat mavjud. Buni ko'rish uchun kichkinagina tajriba o'tkazib ko'ring. Dastlab kuling va xursand kayfiyatni vujudga keltiring. Shu holatingizda o'ta qo'rqinchli narsa haqida o'ylang. Bunda sizning tushadigan holatingiz o'zingizni hayron qoldiradi. Qo'rquv hissini xursandchilik muvozanatlaydi. Albatta bu holda boshqa kulgingiz kelmay qoladi, lekin qo'rquvdan qutulishning yana bitta usuliga ega bo'ldingiz. Biror bir yangilikdan qo'rqqan vaqtingizda oldingi muvaffaqiyatga erishgan vaqtlaringizni eslab, o'zingizning ruhingizni ko'taring va har qanday yangi ishni ko'tarinki ruh bilan davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Qo'rquvlardan qutulishning eng yaxshi yo'li bu qo'rqayotgan ishingizni amalga oshirishdir. Hech narsaga qaramasdan harakat qilish muvaffaqiyatli odamlarning odatidir. Bu odat bilan hech kim tug'ilmaydi va uni rejalashtirish uchun yengil sharoitlarni ham hech kim sizga yaratib bermaydi. Faqat sizning o'zingiz biror jiddiy ishga kirishishingizga o'zingizni undashingiz mumkin. Men qo'rqyapman, ammo buni qilaman degan so'zlar bilan birinchi qadamni qo'yish mumkin. Vaqtni cho'zish faqat qo'rquvning kuchayishiga olib keladi. O'zingizning ustingizdan, o'z qo'rquvlaringiz ustidan g'alaba sizni har qanday ishda omad sari yetaklaydi. Oldingi mavzudagi 9 qadamli texnikadan foydalanish har qanday jumladan noma'lumlik oldidagi qo'rquvdan ham qutulishga yordam beradi. Hodisalar rivojining turli variantlarini oldindan rejalashtirish noma'lumlikdan qutulishning yaxshi yo'llaridan biridir. Bu ham yordam bermasa, har bitta variantning zapas variantini rejalashtirishga o'tishingiz mumkin. Bu albatta yordam berishi shubhasiz, chunki siz hodisalarning har qanday rivojlanish variantlarini ishlab chiqqansiz va ular ro'y bergan yoki ro'y bermagan hollarda ketishingiz mumkin bo'lgan zapas variantlarini ham ishlab chiqqansiz va hech narsadan qo'rqmasdan olg'a bosishingiz mumkin. Agar eng yomon variant falokatga olib kelsa, unda qo'rquv sizning do'stingizga aylanishi kerak. Yaxshisi bu ishni qilmaganingiz ma'qul. Chunki qo'rquv sizga bekorga berilmagan. U sizni himoya qilish uchun mo'ljallangan quroldir. Eng asosiysi hamma narsani qora rangda ko'rmaslik va sharoitni obyektiv baholashni bilish kerak bo'ladi.
Qo'rquvdan qutulishning eng zo'r ta'sir qiladigan usullari bu jasurlikni mashq qildirish, yengib o'tish ko'nikmasini shakllantirish va harakat qilishni odat qilib olishdir. Ko'pchilik jang san'atlari kuch va e'tiborni bir joyga jamlash prinsipiga asoslangan va unda qo'rquvga o'rin yo'q. Ibodat va meditatsiya qilish dunyoni qabul qilishda psixologik turg'unlikka olib keladi. Aslida atrofimizdagi olam neytraldir. Bizning o'zimiz uni ko'tarinkilik va tushkunlik, qo'rquv va xursandchilik ranglariga bo'yaymiz. Hatto eng qo'rqmas deb hisoblangan professional jangchilar, samuraylar ham qo'rqqan ninzalarning qo'rquvdan qutulish usulini bilib qo'yishni hamma xohlasa kerak. Bu jangda bo'ladimi yoki biror ekstremal holatdami, baribir eng muhimi o'ta zo'r texnika yoki jismoniy kuch emas, balki g'alabaga bo'lgan ishonch ekanligini har bitta yakka kurash bilan shug'ullangan va kontaktli sparringlarda ishtirok qilgan kishi yaxshi biladi. Bu ko'chadagi bezorilar bilan bo'lgan to'qnashuvlarda ham bir xil ishlaydi. Agar qo'rqsangiz, demak raqibingiz o'zini yarim yenggan deb hisoblayverishi mumkin. Qanday qilib qo'rquvdan qutulish mumkin? Bunda insonning fikrlashini o'zgartirish kerak bo'ladi. Eng avvalo qo'rquv bu aqlning mahsuloti ekanligiga e'tibor bering. Fikrlarning yo'nalishini o'zgartirish yo'li bilan boshqacha mantiqiy xulosalarga kelish mumkin. Demak, qo'rquvni ham yengish mumkin. Ninzalarni qo'rqmas qilgan psixotexnika shundan iboratki, ular o'lim mavzusida meditatsiyalar qilishgan va o'zlarini allaqachon o'lgan yoki yaqinda aniq o'ladi degan ichki ishonchga ega bo'lishgan. Ular bu dunyo bilan ularni bog'lab turgan hamma rishtalarni uzishgan. Lekin bunda ular o'zlarining o'limi uchun qasos olishlari kerak bo'lgan yoki buning uchun katta to'lov to'latish kerak bo'lgan dushmanlarini unutishmagan. Ularning faqat ikkita maqsadi bo'lgan: dushmandan o'ch olish va o'z urug'ining foydasi. Insonni hech narsa bog'lab turmasa va uning yo'qotadigan hech narsasi bo'lmasa, u hayron qolarli darajadagi jasurlik namunasini ko'rsatishi mumkin. Ninjalarning mana shu o'z hayotiga loqaydligi ko'pchilik samuraylarni qo'rqitgan. Aynan shuning uchun ham bir xil texnika va jismoniy kuchga ega bo'lgan holda ninjalar jangda samuraylardan ustun bo'lishgan. Yo'qotadigan narsasi bo'lmagan odamni nima qo'rqitishi mumkin? Bu ninjalarning asosiy sirlaridan bittasi bo'lgan. Qo'rquvlardan qutulishning mana yana bir nechta retseptlari. Negativ fikrlardan uzoqroq bo'ling. Qo'rqinchli fikrlarning hujumi va negativ obrazlardan qutulishda rubilnik texnikasi yordam beradi. Sizga tinchlik bermayotgan va qo'rquvlarni keltirib chiqarayotgan fikrlardan qutula olmayapsizmi? Sizga hujum qilayotgan fikrni katta rubilnik deb tasavvur qiling va uning dastasidan ushlab pastga bor kuchingiz bilan bosing. Shiq va tamom. Siz bu fikrni ajratdingiz. Shuningdek, yorug'lik nuri usuli ham yaxshi yordam beradi. Tasavvur qiling, boshingizga bir tutam yorug'lik nuri tushyapti. Yorug'lik boshingizning ichidagi butun bo'shliqni egallab oladi. Barcha xira fikrlar sizni tark etadi va o'zingizni yengil, tinch his etasiz. Qo'rquv o'z tabiati bo'yicha vayronkorlik keltiruvchidir. Biror negativ fikr paydo bo'lishi bilan, masalan, unga biror narsa bo'lsa-chi, aqlingizni biror mashg'ulot bilan band qiling. Bu rubilnik yoki yorug'lik nuri yoki boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bunda aql boshqa narsalarga alaxsiydi va sizga kerak bo'lmagan narsalarni o'ziga tortishni bas qiladi. Qo'rquvni
nafas bilan chiqaramiz va dovyuraklik, botirlikni nafas olamiz. Qo'rquv asosan jismoniy darajada paydo bo'ladi. Yurakning tez urishi, terlab ketish, nafasning siqilishi, sovqotish yoki qizib ketish, to'satdan siyib yuborish, ichak faoliyatining buzilishi qo'rquvning belgilaridir. Nafasni normallashtirish mashqlari bu siz uchun birinchi tez tibbiy yordamdir. O'zingizni egallab olgan qo'rquvning hammasini yig'amiz va uni kuch bilan ko'krak qafasida hech narsa qolmaguncha siqib chiqaramiz. Qo'rquvni chiqaramiz va dovyuraklikni nafas olamiz. Nafas olishni ichimizga kirayotgan energiya bizni qat'iyat bilan to'ldirayotganligini his qilib amalga oshirish kerak. Nafas chiqarishni vizual obrazlar, qora dog'lar, tutun va siniq parchalar, nafas olishni bilsa, o'zingizning muvaffaqiyatli va kuchli ekanligingiz obrazlari bilan amalga oshirishingiz juda muhim. Kuchsizlikni nafas chiqaramiz va kuchni nafas olamiz. Nafas olish ichki garmoniyani yuzaga keltiradi. Qo'rquv bo'lsa, bunday shaxs ustidan o'z hukmini o'tkaza olmaydi. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, mast odam hatto 2-qavatdan yiqilib tushsa ham o'lmaydi, balki biror joyi lat yeyishi mumkin, lekin o'lar darajada shikastlanmaydi. Ayrim odamlar bo'lsa, ketayotgan yo'lida toshga qoqilib yiqilishdan ham jiddiy jarohat olishlari va o'lishlari ham mumkin. Mast odam hayot va o'lim, hayron qolish va qo'rquv haqidagi fikrlarni bilmaydi. Shuning uchun ham u har qanday qattiq zarba yesa ham qo'rquvdan siqilmaydi. Agar odam alkogoldan shunday to'liqlikka ega bo'lsa, tabiatdan u qanday kuchga ega bo'lishi mumkinligini tasavvur qilish mumkin. Rolli o'yinlar. Bizning tanamiz hissiyotlarimizni ko'rsatib turuvchi ko'zgudir. Qo'rqqan vaqtimizda tanamiz siqiladi, gavda egiladi, ezilgan holatda bo'ladi. Hissiy holatimiz gavdamizga shunday ta'sir qilsa, demak, bunga teskari holat ham bo'lishi mumkin. Ushbu usul aktyorlar tomonidan rolga tezroq kirishish uchun qo'llaniladi. Texnika qisqa vaqt davomida ichki holatni o'zgartirish uchun qo'llaniladi. To'g'ri turing, yelkalaringizni to'g'irlang, boshingizni ko'taring, jilmaying va shu holatda bir necha minut turing. Siz g'olibsiz. Bu holatda ikkilanish va qo'rquvlarga o'rin yo'q. To'liqmaslik kompleksidan qutulish. To'liqmaslik kompleksi bo'lmagan odamni topish mumkinmi? Hozirgi kunda bunday odamlarni topa olmaysiz. Ular muzlik davrida qirilib ketishgan. Bir paytlar gazetalarda qiziq e'lonlarga ko'zingiz tushib qoladi. 40 yoshidagi o'ziga to'q erkak o'ziga turmush o'rtog'i qidiryapti. Ichmaydi, chekmaydi, komplekslarsiz. Shunday benuqson 40 yoshli erkakning ichini qanday qurt kemirayotgan ekanki, gazetadagi e'lon orqali o'ziga juft qidirsa. Agar bo'yi 1 metrdan sal ziyod, nuqsonlarning to'liq kompleksiga ega, oyparast deb yozilsa, to'g'riroq bo'larmidi? Kompleksli odam deganda ko'z oldimizga ko'zida nur yo'q, qat'iyatsiz, bukilib yuradigan, hamma gapirayotganda bir chekkada eshitib o'tiradigan yoki xohlagan bir kishini navbatsiz kassaning oldiga, nikoh uyiga, rahbarlik kursisiga o'tkazib yuboradigan yoki boshqalar foydani bo'lib olayotganda ularni tomosha qilib turadigan odam keladi. To'liqmaslik kompleksi deganda odamning o'zi haqida defektlarga ega, boshqalarga o'xshamaydigan, o'z kuchiga ishonmaydigan, katta muvaffaqiyatlarga erisha olmaydigan degan tasavvuri mavjudligi tushuniladi. Bunda uning boshqalar tomonidan ma'qullanishiga ehtiyoj sezishi, qandaydir kamchiliklarga o'ralashib qolishi va buning natijasida kundalik hayotda ham o'zini juda chegaralab qo'yishi kuzatiladi.
Bunday komplekslar odamning o'zini juda past baholashini bildiradi va tarbiyalash natijasida paydo bo'ladi. Odamning o'zini baholashiga juda ko'p narsalar ta'sir qiladi. Bular sog'liq, tashqi ko'rinish, ish, moliyaviy ahvol, ijtimoiy aloqalar, dunyoqarash va boshqalar. Biror narsaga juda bog'liqlik odamning o'ziga baho berishida juda katta xavfni keltirib chiqaradi. Bu kompleksning kelib chiqishida eng katta rolni ota-onalar, tarbiyachilar va o'qituvchilar o'ynashadi. Ular bolaga uning qila olmaydigan va bilmaydigan narsalarini doimiy ravishda eslatib turishadi va shu zahotiyoq boshqa bularni qila oladigan va biladiganlar bilan taqqoslashadi. Mana shunday qilib, to'liqmaslik kompleksi g'ishtlarini bitta-bitta qo'yib borishadi. Boshqalarga doimo bo'ysunishga to'g'ri kelishi, ularga bog'liq bo'lish, o'zing haqidagi baholarini doimo eshitish komplekslarning rivojlanishi uchun juda qulay sharoit. Har bitta o'sish bosqichida bola qo'shimcha komplekslarni o'zlashtirib boradi. Har bitta muvaffaqiyatsizlik, yetakchilik, nufuzni oshirish uchun kurashdagi mag'lubiyat buni yanada kuchaytiradi. Ayniqsa katta hayotga qadam qo'yish vaqtida o'smirlar bunda ayniqsa katta xavf guruhida bo'lishadi. Bunda ular mustaqil ravishda aql, kuch, bilimdonlik, topag'onlik va boshqa sifatlarni ko'rsatishlari kerak bo'ladi. To'liqmaslik kompleksi atamasining avtori nemis psixiatri Alfred Adlerning aytishicha, bu kompleks hatto foydalidir. U hatto to'liq odam bo'lish uchun to'liqmaslik kompleksiga ega bo'lish kerak degan maqolni ham o'ylab topgan. Bu kompleks mavjudligi tufayli odam rivojlanishga harakat qiladi. Hayvonlardan farqli ravishda odam tug'ilganidanoq kuchsiz, imkoniyatlari cheklangan va himoyaga muhtoj bo'ladi. Bu kuchsizlikni yengish hamisha g'olib va birinchi bo'lish istagida odam bolasi qo'lidan kelgan hamma ishni qiladi. Bu holatda to'liqmaslik kompleksi uning kamchiligi emas, balki ustunligidir. Chunki aynan u tufayli odam rivojlanishga harakat qiladi. Bunga misol tariqasida tarixda katta muvaffaqiyatlarga erishgan shaxslarni keltirishimiz mumkin. Past bo'yli Napoleon bu kamchiligini janglardagi g'alabalari va zo'r o'ynash bo'lishi bilan kompensatsiyalaydi. Kasalvand Suvorov mashqlar natijasida o'ta chidamli va qat'iy inson sifatida shuhrat qozonadi. Nutqida kamchiliklari bo'lgan Demosfen va Sitseronlar buyuk notiqlar bo'lib yetishdi. Mamlakatning chekka hududlaridan poytaxtga kelgan kishilarni bu kompleks poytaxtdagi raqiblaridan ustun kelishga undaydi. Poytaxtliklarga esa poytaxtni zabt etishning keragi yo'q. Ular shundoq ham poytaxtda yashashadi. O'zini bunday tutish albatta odamni bo'shashishga olib keladi va yaxshi sharoitlarda yashaydigan kishilar hayotda katta muvaffaqiyatlarga erisha olishmaydi. Bunday odamlarda boshqacha to'liqmaslik kompleksi, hech kimga kerakmaslik kompleksi rivojlanadi. O'zining hech narsaga erisha olmaganligini kompensatsiyalash va bu hislarni bostirish maqsadida ular o'z yaqinlarini ezishni boshlashadi. Ko'pchilik hollarda bunday odamlar o'zlari shoh bo'lib yashaydigan ichish, chekish va narkotiklar olamiga kirib ketishadi. Insonning nima sababdan o'zini aynan shunday tutayotganligini bilish uchun uning nima maqsadga intilayotganligini bilish kerak. Bu intilish qoniqtirilmasa, to'liqmaslik kompleksi tufayli turli nevrozlar kelib chiqadi. Shuning uchun albatta odam o'z maqsadiga yetishi, boshqalarni o'ziga bo'ysundirishi, ular ustidan hokimiyatga erishish yo'li bilan to'liqmaslik kompleksini kompensatsiyalashi kerak. Aynan mana shu o'zini ko'rsatish, hokimiyatga intilish odamning hayot tarzini belgilab beradigan kuch bo'ladi. To'liqmaslik kompleksi o'zining mukammal ekanligiga ikkilanish, shubha qilish natijasidir. Har qanday kompleks albatta kishi o'zida bor deb hisoblagan biror kamchilik bilan bog'liq bo'ladi. Bu komplekslar sezdirmasdan asta-sekinlik bilan o'sib boradi.
uni to'xtatish va undan qutulish uchun oldin uning mavjudligini aniqlash kerak bo'ladi. Ayrim vaqtlar biz o'zimizning harakatlarimizdan hayron bo'lamiz. Hammaga ma'lumki, haqiqiy kuch uni boshqalar tan olishi yoki ma'qullashlariga talab sezmaydi. Kompleksli odamlar bo'lsa, doimiy ravishda o'zlarini ko'rsatishga, o'zlarining boshqa odamlar kabi ekanliklarini isbotlashga urinishadi. Shu sababli ham hayotda hech kimni yaxshi ko'rmaydigan kishi yosh qizlarning boshini aylantira boshlaydi. Muvaffaqiyatsiz kishi bo'lsa, o'zining bu ishonchini doimiy ravishda muvaffaqiyatsizlikka erishish orqali mustahkamlaydi. Komplekslarsiz odam bo'lsa, hayotda shahdam qadamlar bilan ketayotgan, har xil shartlarga e'tibor bermaydigan, o'zini ko'rsata oladigan va boshqalar bilan chiqishib keta oladigan odamdir. Har qanday kompleksning asosini bir vaqtlar bizning ichimizga kirib olgan haqiqiy yoki bizga haqiqiy bo'lib tuyulgan xavfdan qo'rquv tashkil qiladi. Shu tufayli biz mantiqsiz ravishda qarama-qarshi jinsdan, rahbarimizdan, birovlarning oldida gapirishdan, biror ishni boshlashdan, rad javobini berishdan va boshqalardan qo'rqamiz. O'zimizni boshqacha, noto'g'ri tutishdan qo'rqamiz. Buning natijasida bizga past nazar bilan qarashlari yoki jazolashlaridan qo'rqamiz. Bu esa bizdan boshqalarning foydalanishi uchun juda zo'r imkoniyatdir. Bizning zararimizga ishlaydigan bu kompleksdan qanday qilib qutulsa bo'ladi? Albatta, yoshligimizda sodir bo'lgan voqealar butun hayotimizda o'z aksini ko'rsatadi. Lekin buni tuzatish mumkin. Inson o'z xarakterini qayta qura olish imkoniyatiga ega. Komplekslardan qutulish uchun siz quyidagilarni qilishingiz kerak. Odatda qiladigan ishlaringizni bas qiling. Ya'ni ideallar yaratmang va ular bilan o'zingizni taqqoslamang. Boy va aqlli odamlar bilan o'zingizning ahvolingizni solishtirib o'zingizni qiynamang. O'zingizda bor narsalarning bahosini pasaytirmang. O'zingiz bilan ota-onangizning ovozi bilan gaplashmang. Sizning o'zingiz haqingizda yaxshi fikringiz bemalol bo'lishi mumkin. Va odatda qilmaydigan ishlaringizning hammasini qilavering. Kamchiligingizni tuzatish uchun aniq maqsad qo'ying. Bu maqsadni amalga oshirish uchun kerakli ishlarning va ularning muddatini ro'yxatini tuzing. Siz qila olmaydigan ishlarni bajara oladigan tanishlaringizdan ular buni qanday qilishlarini so'rang. O'zingizda bor narsalardan va mayda muvaffaqiyatlardan xursand bo'lishni odat qiling. Ko'pincha odamlar mening mana bunday kamchiligim bor va hamma bunga e'tibor beradi deb o'ylaydi. Aslida siz ularning aybingizga e'tibor berishidan qo'rqadigan odamlarning o'zlarining muammolari yetarli va ularning o'zlari ularning kamchiliklarini siz sezib qolmasligingiz harakatida bo'lishadi. Shunday ekan, boshqalar fikridan qo'rqishning hojati yo'q. Qo'rqmasdan o'zingiz qilishdan qo'rqadigan ishlarni bajarishga kirishing. Yozning o'rtasida bozorda etikda yurgan qizni ko'rgandim. Hamma uning ortidan qarab qolardi. Hatto birovlar bu ahmoqmi deganday bosh chayqab qo'yishardi. Qizning bo'lsa parvoyi palak, xuddi yangi moddani namoyish qilayotganday yurardi. Hatto unga uzoq tikilib qolganlarga "Nima, odam ko'rmaganmisan?" deb tanbeh ham berib qo'yardi. Kardinal usullar komplekslardan qutulishda eng yaxshi va tez samara beradi. Lekin shu bilan birgalikda bu psixikani eng zo'riqtiruvchi usullardir. Gangrenaga uchragan oyoqni kesib tashlayotgan xirurgning to'g'ri qilayotganiga siz ham qo'shilsangiz kerak. Bu vaqtinchalik og'riq bemorning keyingi qiynalishlarining oldini oladi. Masalan, odamlardan uyalish va boshqalarning sizga beradigan bahosidan xoli bo'lish uchun odamlar oldida nutq so'zlash yaxshi natija beradi. Buning uchun o'zingizga yoqqan asaringizni oling. Bu she'r, hikoya yoki boshqa asar bo'lishi mumkin.
Shaharning markaziy maydoniga chiqing va deklamatsiya qilishni boshlang. Bunda atrofdagilarning fikriga e'tibor bermaslikka harakat qiling va qattiq ovozda o'zingizni bag'ishlab deklamatsiya qiling. Biror vaqt o'tganidan keyin siz atrofingizdagi odamni sezmay qolganingiz va o'qiyotgan asaringiz bilan qolganingizni sezasiz. Bu paytda dunyo siz uchun mavjud emas, siz undan ajraldingiz. Siz o'zingiz boshqacha ekanligingizni tan oldingiz. Boshqalarga o'xshamaydigan shaxs ekanligingizni sezasiz. Yumshoq usullarga Freydning art terapiyasini kiritish mumkin. Bu usulni rassomchilik, musiqa, haykaltaroshlik va adabiyot variatsiyalarida qo'llash mumkin. Uning ma'nosi sizning negativ hissiyotlaringizni san'at turi doirasida obrazli tasvirlash, ularni transformatsiyalash, o'zgartirish va sharoitni modellashtirishdir. Masalan, bugungi majlisda siz har safar ayta olmay yurgan mukofotlash masalasini ko'tarmoqchisiz. Chunki hamisha siz keragidan ortiqcha ishlashga majbur bo'lyapsiz. Bunday hollarda siz nimani his qilasiz? O'zingizni yomon ko'rasizmi? Ahmoq, qo'rqoq, latta yoki rahbaringiznimi? Ochko'z, yaxshilikni bilmaydigan, zolim. Bu holda bitta qog'oz olasiz va o'z hissiyotlaringizni bir yoki bir necha personajlarda tasvirlaysiz. Ular uchun komik, tentakona holatlarni o'ylab toping. Bunda o'zingizning yengillashganingizni his qilasiz. Sal tinchlanganingizdan keyin sodir bo'lgan voqealarga boshqa kishi nazari bilan qarang. O'z xatolaringizni yaqqol ko'rasiz. Keyingi bo'ladigan voqealarni modellashtiring va muvaffaqiyatga erishish uchun qilishingiz kerak bo'lgan ishlarni qiling. Mana shunday oddiy usul bilan o'zingizni qiynamagan holda bir xil sharoitda o'zingizni boshqacha tutishni o'rganasiz. Ayrim hollarda tashqi tomondan o'ziga ishonganday ko'rinadigan odam aslida o'ta komplekslangan ham bo'ladi. Bunday odamlarning komplekslanganligini aniqlashning yagona usuli ularning xatti-harakatini kuzatishdir. Ular ongsiz ravishda atrofdagilardan qo'rqishadi va ulardan ajralib turishga harakat qilishadi. Ular doimiy ravishda qo'llarini va oyoqlarini chalishtiradilar va shu yo'l bilan o'zlari va odamlar orasiga to'siq qo'yadilar. Ayyor odamlar bo'lsa bu harakatlarni buyumlar yordamida amalga oshirishadi. Masalan, ayrim odamlar nimaga piva yoki kola shishasini ikki qo'llab ushlashadi? Bir qo'lda ko'tara olishmaydi deb o'ylaysizmi? Ko'pchilik odamlar birov bilan gaplashayotganda boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lishadi. Tugmani o'ynashadi, ustining changini qoqishadi, tirnog'ini kemirishadi. Bunda ular o'zlarini xuddi bu mashg'ulot ularning butun e'tiborini tortayotgandek va siz bilan gaplashishga vaqti yo'qdek tutishadi. Yana nimagadir ular odamning ko'ziga qaramaslikka harakat qilishadi. Odamning komplekslari ustun kela boshlaganini uning odatdagidan ko'proq cheka boshlagani yoki ichimlikni odatdagidan tez-tez ho'play boshlaganida ko'rish mumkin. Bundan tashqari ular ruchkani, ko'zoynak dastasini yoki qo'liga tushib qolgan boshqa narsani chaynay boshlashadi. Bu bilan ular o'zlarini xuddi yosh boladay tutishadi va o'zlarini tinchlantirishadi. Ichki muammolardan qochib, ko'pchilik o'zi uchun undan ham qiyinroq bo'lgan tashqi vazifalarni qo'yishadi. Bitta yozuvchi aytganidek, agar xotini bilan orasi yaxshi bo'lmasa, barrikada erkakni o'ziga tortadi. Aybdorlik kompleksidan qutulish. Aybdorlik kompleksi tabiiy o'zingizni yaxshi ko'rish hissini yo'qotganingizda va o'zingizning xatolaringizni kechirishni bilmaganingizda vujudga keladi. O'zingizning xatolaringizni sezish yaxshi narsa, ammo bundan kerakli xulosalarni chiqarganingizdan keyin ham uyalib yursangiz bu yomon.
Doimiy ravishda ta'qib qiladigan aybdorlik hissi bizni o'zimizning hech qanday ayb ish qilmaganligimiz, o'zimizning yuqori darajaga egaligimiz, qadr-qimmatimiz borligi hissidan mahrum qiladi. O'z xohishlaringizni aniqlab olish va ularga intilish o'rniga siz ko'pincha boshqalarning orzu va niyatlarini amalga oshirishga ko'proq harakat qilasiz. Natijada o'zingiz uchun biror ish qilish kerak bo'lganda uyala boshlaysiz. Sizning o'zingiz yaxshi odamsiz, ammo boshqalarga yo'q deya olmaysiz. Ularning siz to'g'ringizda nima deb o'ylashlari sizni juda tashvishlantiradi. Har safar boshqalar uchun o'z talablaringizdan voz kechganingizda o'zingizga beradigan bahoyingiz bir darajaga pasayadi. Ayrim odamlar o'zlarining baxtli emasliklari va ko'p narsaga erisha olmaganliklari uchun aybdor deb his qilishadi. Ular doimiy ravishda boshqalar uchun harakat qilishadi. Masalan, ota-onasi u bilan faxrlanishlari uchun, hamkasblari uni yaxshi odam deb bilishlari uchun, qo'ni-qo'shnilar uni ajoyib odam deb bilishlari uchun bor kuchlarini berishadi. Bu yo'lda ular tosh kelsa kemirishadi, suv kelsa simirishadi, ammo o'zlari uchun biror ish qilishga uyalishadi. Bu to'g'rida qo'shnilar nima deb o'ylashadi? Meni uyatsiz, faqat o'zini o'ylaydigan odam ekan deb o'ylashsa-ya? Aybdorlik hissi bizni haddan tashqari ijobiylashishimizga sabab bo'ladi. Boshqalar bo'lsa, o'zlari qilib qo'ygan xato ishlari uchun aybdorlik hissini tuyishadi. Masalan, birovning ko'ngliga tekkani, o'g'irlik qilgani, jinoyat qilgani uchun. Buning natijasida ular o'zlarini boshqalardan past darajada deb bilishadi. O'zlarini o'zlari yomon ko'rishadi. Nima sababdan biz aybdorlik kompleksi domiga tushib qolamiz? Ko'pchilik odamlar yoshlikda qilgan kichkinagina aybi, masalan, tuxumni o'g'irlaganliklari yoki maktabda qo'shni partada o'tiradigan bolaga so'kkanliklari uchun o'zlarini butun umr davomida aybdor his qilishadi. Agar siz aybdorlik kompleksidan xalos bo'lmas ekansiz, kichik xatolar sizni butun umr ta'qib qiladi. Bu kompleksga moyillik 18 yoshgacha biror yomon hodisa sodir bo'lsa yanada oshadi. Undan qancha yosh bo'lsa, bu moyillik shuncha yuqoriroq bo'ladi. 9 yoshlardagi bolalar o'zlari bilan sodir bo'lgan yoki sodir bo'lishi mumkin bo'lgan barcha yomon narsalar uchun o'zlarini aybdor deb his qilishadi. Agar u bilan biror yomon narsa sodir bo'lgan bo'lsa, demak u yaxshi narsaga loyiq emas. Agar ota-onalar o'zaro urushishsa ham, bola bunda o'zini aybdor deb his qiladi. Bolalarning bu darajada ta'sirchan ekanliklarini bilmaydigan ota-onalar bo'lsa, bu tuyg'uni yanada kuchaytirishadi. Ular men qiynalsam, bolam ham qiynalishi kerak deb hisoblaydilar. Men seni katta qilaman deb qo'llarim qadoq, sochlarim supurgi bo'lib ishladim, senchi? Yoki mening sen uchun qilgan harakatlarimni bir pul qilding, sen ham odammisan? Kabi gaplar ko'pchiligimizga tanish bo'lsa kerak. Bu bilan ota-onalar o'zlari bilib yoki bilmasdan bolalarda aybdorlik kompleksini tarbiyalaydilar va rivojlantiradilar. Aslida ular bolalarini yaxshi ko'rishadimi? degan savol paydo bo'ladi. Yo'q, aslida ular bolalariga sarflagan mehnatlarini, vaqtlarini yaxshi ko'rishadi. O'sha sarflagan mehnatlari o'z mevasini, foydasini berishini kutishadi. Bola o'zini aybdor deb his qilmasligi uchun unga ota-onalar o'zlarining xatti-harakatlari uchun javobgarlikni o'zlariga olishlarini ko'rsatishlari kerak. Katta bo'lganimiz sayin biz o'zimizning dunyodagi hamma yaxshi narsalarga loyiq ekanligimizni va hatto biror xato qilib qo'yganimizda ham bizning qalbimiz toza ekanligini his qilishni o'rganishimiz kerak. Masalan, mening ota-onam haligacha menda aybdorlik hissini uyg'otishga harakat qilishadi, lekin menda bu his juda kam rivojlangan. To'g'ri, men ularni hurmat qilaman. Ular bo'lmaganda men ham bo'lmagan bo'lar edim, lekin men ulardan meni dunyoga keltirishlarini, meni tarbiyalashlarini, katta qilishlarini so'ramaganman. Ularning o'zlari o'z maqsadlarini ko'zlab yoki boshqalar ham shunday qilganliklari tufayli meni yaratishgan.
Dunyodagi hamma dinlarning asosi nima ekanligini bilasizmi? Ularning hammasi aybdorlik kompleksiga qurilgan. Odam uchun yoqimli, foydali biror narsaga yordam beradigan narsalarning hammasi dunyodagi barcha dinlarda gunoh deb topilgan. Masalan, 2-3 kunda bir marta 100 gram ichib turish hech kimga zarar bermaydi. Tez-tez jinsiy aloqada kirishish va ayniqsa partnyorlarni almashtirib turish odamning nerv tizimini va uning o'ziga ishonchini mustahkamlashi isbotlangan haqiqat. Dinlarning barchasida jinsiy aloqani iloji boricha cheklashga va ma'lum chegarada qilishga chaqiriladi va hatto xristian dinida qarama-qarshi jinsdagi kishiga shahvoniy nazar tashlasa, u yuragida zinokordir deyilgan. Shu yerda bir savol tug'iladi. Agar Xudo bizning qarama-qarshi jins bilan qo'shilib lazzatlanishimizni xohlamaganda, u odamzodning ko'payishining boshqa usulini qo'llagan bo'lardi-ku. Aynan jinsiy ko'payish nazarda tutilgan ekan, bu narsani gunoh va ayb ish deb hisoblash Xudoning emas, balki boshqalarni o'z yo'liga solishni xohlagan bandalarining amridir. Ko'pchilik ko'cha-ko'yda sadaqa beradi. Nima sababdan sadaqa berishingizni hech o'ylab ko'rganmisiz? Bechoralarga achinasizmi? Achinishning o'zi nima? Ularning oldida o'zingizni aybdor deb his qilasiz. Ular kambag'al va nochor, siz esa ma'lum pulga egaligingiz, ular kasal, siz esa sog'lom bo'lganligingiz uchun. Lekin siz nima sababdan ularga biror nima berishingiz kerak? Beradigan arzimas pulingiz bilan ularga yordam bera olaman deb hisoblaysizmi? Albatta yordam bera olmaysiz. Ammo bu bilan siz ularning oldidagi aybingizni yuvishni istaysiz. Qariyalarga sadaqa berish bilan ota-onangiz oldidagi aybingizni, bolalarga berish bilan bolalaringiz oldidagi, nogironlarga berish bilan o'zingizning sog'lom ekanligingiz uchun aybingizni yuvishga urinasiz. Professional tilanchilar aynan mana shu kompleksdan foydalanishadi. Bu kompleksdan kundalik hayotimizda ham ko'pchilik foydalanadi. Masalan, doimiy ravishda sizdan biror mayda summalarni qarzga oladigan tanishingiz bo'lsa kerak. Bu odam sizning biror aybingizdan foydalanayotganligi aniq. Yoki ko'pchilik odamlar allaqachon bir-birlarining jonlariga tegib bo'lgan bo'lsalar ham birga yashashda davom etaverishadi. Bunda ham aybdorlik kompleksi faoliyat ko'rsatyapti. Bechora mensiz nima qiladi? Boshqalar nima deb o'ylashadi kabi fikrlar bilan bu odamdan ajralmaysiz. Aslida ajralishsak, balki hammaga yaxshiroq bo'larmidi? O'zimizga yoqadigan boshqasini topgan bo'larmidik? Shuni esdan chiqarmangki, sizni aybdorlik kompleksi yordamida boshqarishyapti. Birinchi galda siz o'zingizni kechirishni o'rganishingiz kerak. Shundagina siz eng yaxshi narsalarga ham loyiqligingizni his qila olasiz. Hayotda muvaffaqiyat qozonish uchun o'zimizning qadr-qimmatimiz borligini his qilishimiz kerak. O'zimizni hurmat qilmasdan o'z maqsadlarimizni amalga oshira olmaymiz. Agar biz o'zimizni hech kimga kerak emas deb his qilsak, haqiqiy xohishlarimiz paydo bo'lishi bilan ularni bostira boshlaymiz. Aybdorlik kompleksi tufayli o'zimizni boshqalar uchun qurbon qilamiz. Men dunyodagi hurmatga loyiq yagona odamman. Bu oliy odamning shiori. Aybdorlik kompleksi boshqalar oldidagi javobgarlikning shakllanishi bilan bog'liqdir. Umuman olganda bu vijdonning hissiy keskinlashgan shaklidir. Biz biror yomon ishni qilganimizdagina emas, balki biror narsani qilishni niyat qilgan bo'lsak-ku, uni vijdonimiz noto'g'ri deb hisoblasa ham o'zimizning aybdorligimizni his qilamiz. Bu bizning o'zimizni jazolashimiz bo'ladi. Sud bizni qilgan aybimiz uchun jazolasa, vijdon hali qilmagan ishimiz uchun ham har qanday suddan ko'ra qattiqroq jazolaydi. Bu narsa qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimizning ko'plarini amalga oshirmasligimizga olib keladi. Ularning ichida bizga zarar keltiradiganidan foydalilari ko'pligi bizni o'ylantiradi. Odamlar aybdorlik kompleksidan qochish uchun o'zlariga turli xil mashg'ulotlarni o'ylab topishadi. Masalan, ko'pchilik bolalar kattalarning ularga qattiq muomalasidan keyin riyokorlik yo'liga o'tib olishadi va shu bilan kattalarning sevgisini o'zlariga qaytarishga urinishadi.
Agar odam doimiy ravishda gazning o'chgan-o'chmaganligini tekshirsa, qo'llarini tez-tez yuvaversa, kuldonda bittagina sigareta bo'lsa ham darrov uni tozalab qo'ysa, xonada oxiri ko'rinmaydigan tartib o'rnatish bilan shug'ullansa, tez-tez biror narsaga teginaversa yoki o'ynab o'tirsa, bularning hammasi uning ichidagi zo'riqish va diskomfort natijasida kelib chiqadi. Bu ichki zo'riqishning katta qismi albatta aybdorlik kompleksi tufayli paydo bo'ladi. Aybdorlik hissi bo'lgan odam boshqalarga rad javobini bera olmaydi va undan boshqalar o'z maqsadlari yo'lida foydalanishlariga yo'l ochib beradi. Bu odam kechalari uxlamasdan o'ziga yuklatilgan vazifani bajaradi. U boshqalarga bergan zararini shu yo'l bilan kompensatsiyalamoqchi bo'ladi. Hatto aslida u hech qanday zarar keltirmagan bo'lsa ham. Bundan qutulish uchun siz yo'q deyishni o'rganishingiz kerak. O'zingiz bajarishni xohlamaydigan iltimoslarga ravishda rad javobini bering. Bu ularga hurmatsizlik bo'lmaydi. Iltimosni bajarmaslik uchun sizning asosingiz bo'lsa, buni boshqalar tushunishadi va buning uchun sizni yomon ko'rishmaydi. Rad qilish shakli quyidagicha bo'lishi mumkin. Men seni ham o'zimni ham hurmat qilaman, lekin yo'q deyman. Uyat kompleksidan qutulish. Oldin ham aytganimdek, hamma komplekslar tarbiyalash natijasida kelib chiqadi. Hayvonlar hech narsadan uyalishmaydi. Ular uchun hamma narsa tabiiy. Jamiyat o'z a'zolarini boshqarish uchun uyatchanlik nima ekanligini o'ylab topgan va kallamizga qo'ygan. Qaysidir bir jurnalda o'qigan edim. Bitta hindu qabilasida hammaning ko'z oldida jinsiy aloqa qilish uyat emas ekanu, lekin birovning oldida ovqatlanish juda uyat hisoblanar ekan. Ovqatlanish uchun ular o'rmonga kirib ketishar ekan. Bundan kelib chiqadiki, uyat tushunchasi nisbiy tushunchadir. Boshqa komplekslar qisman bizning rivojlanishimiz va o'zimizni himoya qilishimiz uchun talab qilinsa ham, uyat kompleksi umuman insonning rivojlanishi uchun talab qilinmaydi. U faqat bizni ushlab turish uchun ishlatiladi. Men hatto xayolingizga ham kelmagan uyat turlarini uchratganman. Ayrim aqli o'sib ketganlar hatto zinaga chiqishib tushishga ham uyalishadi. Tasavvur qiling-a, zinaga chiqish va tushish, buning nimasi uyat? Tanasining, tirnog'ining tuzilishi, yuzidagi holning joylashishi, og'zining kattaligi yoki kichikligi, burnining tuzilishi, qadam bosishi, gapirishi, ko'z qarashidan ham uyaladiganlar bor. Uyalish natijasida biz o'zimizga tegishli narsani talab qila olmaymiz. O'z hissiyotlarimizni ko'rsata olmaymiz. Boshqalar nima deb o'ylaydi deb o'z foydamizdan ham voz kechamiz va to'liq hayot kechira olmaymiz. Bizning uyalishimizdan foydalana olganlar bizni barmog'i bilan o'ynatishi mumkin. Deyarli barcha narsalarni uyatga yo'yish mumkin. O'zing qiz bola bo'lsang, uyalmaysanmi ko'pchilikning oldida xiringlagani? Uyalish qiz bolaning husniga husn qo'shadi. Uyalmasdan buning bemalol gapirishini ko'ring. Nimaga tikilasan, uyalmaysanmi? Uyat. Kattalar bir nima deganda xo'p deyish kerak. Uyat bo'ladi-ya, qo'lingni ko'ksingga qo'yib salom ber. Uyat, bo'yingni qara-yu, qilayotgan ishingni qara. Shu va shunga o'xshash fikrlarni biz har kuni eshitamiz. Bularning hammasi bizning qilayotgan har bir ishimizdan uyalishimiz kerakligini ta'kidlab turadi. Tanamizning ayrim qismlarini birovlarning ko'rib qolishi, tabiiy zaruratlarning qondirilishi, ayniqsa chiqindilarning chiqarilish jarayoni tananing boshqalarnikiga nisbatan boshqacharoq proporsiyada tuzilganligi, biror nuqsonga ega bo'lish uyat hisoblanadi. Masalan, qorni chiqib qolgan kishi nima qiladi? Qornini ko'rsatmaslik uchun xaltaga o'xshagan kiyim kiyadi. Bu bilan u faqat qornini yashirmaydi, balki o'zini ham atrofdagilardan yashira boshlaydi.
Boshqa uyat hissi kamroq rivojlangan kishi bo'lsa, katta qoringa avtoritet deb qaraydi. Birovdan biror narsani so'rash eng katta uyat va ayb ish hisoblanadi. Masalan, yordam berishni yoki qarzga pul berib turishni, o'rniga hech narsa bermasdan menga buni ber deb aytish oldidagi uyalishni-ku qo'yavering. Bunga uncha muncha odamning qurbi yetmaydi. Bizdagi uyat hissi shu darajada singib ketganki, uni siqib chiqarishimiz ancha qiyin ish. Bu kompleks aybdorlik kompleksiga o'xshab ketadi va ko'pincha ikkalasi bir vaqtda hujum qilishadi. Shuning uchun ko'pincha ularni bir-biridan farqlab olishning iloji bo'lmay qoladi. Bu kompleksdan qutulishning yo'li ham oldingisinikiga o'xshash bo'ladi. Har qanday siz uchun no'ng'ay bo'lgan holatlarga yo'q deyishni o'rganish kerak bo'ladi. Chunki uyat kompleksi yordamida sizga tashqaridan bosim o'tkazilyapti va bunga yon berish orqali siz boshqalarning irodasini amalga oshirgan bo'lasiz. Oliy odam uchun bu dunyoda uyatli narsaning o'zi yo'q. Barcha narsalar uning uchun yaratilgan. Boshqalar undan ayb topishga harakat qilganliklari uchun uyalishsin. Qila olmaysan kompleksidan qutulish. Odam biologik jonzotdir va u yaxshi ham, yomon ham bo'lishi mumkin emas. Odamga berilgan baholarning hammasi bu unga jamiyat tomonidan yopishtirilgan yorliqlardir. Jamiyat bo'lsa odamni bitta kriteriy bo'yicha baholaydi. U umumiy tizimga tushadimi yoki yo'qmi? Qila olmaysan kompleksi odamni o'ziga ishonmaganligidan kelib chiqadi. U o'z kuchiga ishonmaydi, lekin boshqalarga o'zining naqadar zo'r ekanligini ko'rsatishga ehtiyoj sezadi. Ya'ni jamiyat tomonidan unga yopishtirilgan yorliqqa munosib ekanligini ko'rsatish kerak bo'ladi. Buning aksicha o'ziga ishongan odam boshqalarga biror narsani isbotlashi shart emas. U o'zining imkoniyatlarini yaxshi biladi va ularga mos ravishda harakat qiladi. Bu kompleksdan foydalanishning bittagina usuli bor. U ham bo'lsa, kishining oldiga biror vazifa qo'yiladi va uning bu vazifani bajarishiga ishonchsizlik bildiriladi. Masalan, biror xodimdan bu ishni siz qila olasizmi yoki rahbaringizga murojaat qilish kerakmi deb so'raysiz. U bo'lsa, yo'q, o'zim qilaman, boshqa birovga murojaat qilishning hojati yo'q, deydi. Bunda siz nima qildingiz? Bu bilan siz bu odamning darajasini shubha ostiga oldingiz. Demak, uning o'ziga beradigan bahosini ham. Bu baho ko'pchilik hollarda atrofdagilarning fikriga bog'liq bo'ladi. U odam buning natijasida sizga va o'ziga uning darajasi yuqoriroq ekanligini isbotlash uchun bor kuchini ishga soladi va hatto qilishi mumkin bo'lmagan ishni ham amalga oshiradi. Ko'pchilik hollarda alkogolizm, narkomaniya va jinoyat olamiga kirishning boshlanishi aynan mana shu kompleksdan boshlanadi. Masalan, ko'pchilik hollarda aroqni erkaklar ichadi, bolalarga yo'l bo'lsin degan fikrni aytishadi. Davradagi ichmaydiganlar esa o'zlarining erkak yoki katta ekanliklarini isbotlash uchun ichishni boshlashadi. Bu kompleks domiga tushib qolmaslik u darajada qiyin ish emas. Faqat biror ish qilish oldidan bu kimga foydali degan savolni o'zingizga bering. Agar o'zingizga zarar bo'ladigan ishni qilishingizga da'vat qilishayotgan bo'lsa, qo'rqmasdan bu ishni qila olmasligingizni va siz haqingizda xohlagancha o'ylayverishlari mumkinligini aytishingiz mumkin. Buning siz ustingizdan manipulyatsiya ekanligini va boshqalarning siz haqingizdagi fikrlari hech narsani bildirmasligi, balki g'oliblik va o'ziga ishonganlik sizning shundayligingizni boshqalarga isbotlash emas, har qanday sharoitdan foyda bilan chiqishingizdan iboratligini unutmang. Mening eng yaxshi ko'rgan usulim, men xohlamaydigan biror ishni qilishga manipulyatsiya yordamida majburlashmoqchi bo'lsalar, men shunaqa ahmoq, iflos, kuchsiz odamman. Bu qo'limdan kelmaydi deyman.
Shu bilan hamma masala o'z o'rniga tushadi va mendan buni boshqa so'rashmaydi. Chunki mening buni qilmasligimni tushunishadi. Bu bilan men o'zimni yerga urgan bo'lmayman va qarshimdagi odam ham meni haqiqatdan shunaqa ekan deb o'ylamaydi. Bu bilan ikkalamiz ham mening buni qilish niyatim yo'qligini tushunamiz. Ko'pchilik aynan mana shu o'zini yerga urib gapirishni xush ko'rishmaydi va bu bilan o'zlarini kamsitgandek bo'lishadi. Bu esa eng katta kamchiliklardan biridir. Bundan tashqari, xohlagan bir komplekslardan qutulish uchun mashq mavjud. Buning uchun bir varaq qog'oz olasiz va unga o'zingiz ega bo'lishni xohlagan xarakter belgilarini yozasiz. Masalan, bu men o'zimga ishongan odamman yoki mening xato qilish huquqim bor yoki men barcha komplekslardan ozodman yoki men hech kimning oldida aybdor emasman, men hamisha haqman kabi gaplarni bir necha marta, agar iloji bo'lsa varaq to'lguncha qayta yozing. Bu muolajani har kuni qaytarish kerak. Buni faqat yozish yordamida emas, balki baland ovoz bilan qaytarish ham katta foyda beradi. Vaqt o'tishi bilan siz u sifatlarga ega bo'layotganingizni seza boshlaysiz. Birinchi o'rinda siz o'zingizga yoqishingiz kerakligi va dunyoda odamlar ko'pligi va ularning hammasiga yoqishning iloji yo'qligini tushunishingiz kerak. Qoidalarga amal qilish kompleksidan qutulish. Biror jamiyatga mansub kishilarning eng katta kamchiliklaridan biri bu uning qoidalariga amal qilishdir. Buning uchun hamma amal qilishi kerak bo'lgan biror qoida o'ylab topiladi va kimdir tomonidan imzolanadi. Keyin bu qoidaga hamma amal qilishi kerak bo'ladi. Ammo kimgadir bu qoidalarni buzganligi uchun hech kim hech nima deya olmaydi va jazo ham berilmaydi. Boshqalarni bo'lsa qonunbuzar va huquqbuzarga chiqarib jazolash mumkin bo'ladi. Masalan, bozorga kirish uchun patta puli to'lash hech qaysi qonunda yo'q. Lekin mahalliy hokimiyatning qarori bilan bu faoliyat mamlakatimizda taxminan 15 yilcha amalga oshirildi. Ming shukrki, hozirda bu qoida amaldan chiqarildi yoki pullik to'xtash joylarini olaylik. Hech qaysi qonunda mashinani biror joyga qo'yganligi uchun pul to'lash kerakligi ko'rsatilmagan. Buning ustiga mashinangizdan yo'qolgan buyumlar uchun ma'muriyat javobgar emas degan yozuvni ham ilib qo'yishadi. Bu esa sen menga pul to'lashga majbursan, men esa hech narsa qilishim kerak emas degani bo'ladi. Yana ham to'g'riroq aytadigan bo'lsak, pullik to'xtash joylari havodan pul yasash joylaridir. Qoidalarga rioya qiluvchilar bo'lsa, bu muttahamlarning yanada semirishlariga imkoniyat yaratib berishadi. Bunday qoidalarni atrofingizga yaxshilab razm solib qarasangiz yuzlab topishingiz mumkin. Bu qoidalarni o'ylab topishdan maqsad birovning hisobiga kun ko'rish va ko'pchilik hollarda ana shu qoidalarni o'zlari buzib katta foyda ko'rishdir. Chunki hamma nimagadir amal qilsa va kimdir bunga amal qilmasligining iloji bo'lsa, bu odam eng katta foydani olishga imkoniyati bo'ladi. Boksda beldan pastga va tirsak bilan urmaslik qoidalari bor. Agar siz hech kimga bildirmasdan bu qoidalarni buza olsangiz, mutlaqo g'olibsiz. Ko'cha janglarida ham eng og'riqli zarbani bera olgan kishi yutib chiqadi. Ikkita kurashchi kurashga chiqishganda, ulardan bittasi o'zini ko'rsatish uchun chiqsa-yu, ikkinchisi uni o'ldirish uchun o'rtaga chiqsa, kim yengib chiqishini 100% aniqlik bilan aytib berish mumkin. Chunki ikkinchi kishi hech qanday qoidalarga rioya qilmaydi. U o'z maqsadini amalga oshiradi va birinchi kishi nimaga bunday bo'lganligiga aqli yetmasdan u dunyoga ravona bo'ladi. Qoidalarga rioya qilish kompleksi odamlarda maxsus tarzda rivojlantiriladi. Buning uchun bizning hammamizni tug'ilganimizdanoq yuksak ma'naviyatli bo'lish, barcha qoidalarga amal qilish, hech kimga zarar yetkazadigan ishni qilmaslik, halol va vijdonli bo'lish kabi tushunchalar asosida tarbiyalashadi.
Buning hammasi odamlar tegishlicha dasturlanishi, biror sharoitda stereotip tarzda harakat qilishi va yana kimningdir shu sharoitda chegaralanmagan erkinlikka ega bo'lishi uchun qilinadi. Bunday qoidalar bitta usulda yozilgan: sen ga majbursan. Agar siz shunga o'xshash stereotipni yarata olsangiz, boshqalardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Faqat shu shart bilanki, ular sizga so'zsiz ishonishlari kerak. Oliy odam barcha qoidalarga amal qilishi shart emas. U hozirgi sharoitda u uchun foydali bo'lgan qoidalargagina amal qiladi. Talmudda shunday so'zlar bor: siz o'z mamlakatingiz qonunlarini buzmang, ularning kamchiliklaridan foydalaning.